Mana shunday gollar, mana shunday zarbalar albatta bardavom bo'lsin. Yurak Amri xayriya fondi albatta yaxshilik bilan, xayrli ishlar bilan Sirdaryo tomon yo'lga chiqing. Natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar, siz biz uchun g'olibsiz. Chunki jahon chempionatida bizni diyorimiz borligini, O'zbekistonning birligini bildirish uchun mardonavor kurash olib boryapsiz. Va biz ham hali ham saxovatpesh insonlar ko'pligini bildirish uchun Sirdaryo tomon yo'lga otlandik. Bizni saxovat yo'lida kurashayotgan maydonimiz, ya'ni Sirdaryo viloyatidagi oziq-ovqat bazamiz, Mirzobod tumani, Toshkent mahalla fuqarolar yig'ini. Xalq tili bilan aytganda eski sovitilgan metan zapravka ichida. Bugundan boshlab 21-iyunga qadar mana shu maydonda bellashadiganlar albatta jannatiylardan bo'ladi.